Tavsiye kılasın sen? Tavsiye kılamız bu yok bir değişir. Alüminyum sıvacakların yok. Alüminyum. Sabah fakat bir geçti. Bir gençte bay. Yine koş ki burnumuzda maçı tuttu bu yine. Gel varıslar. Alüminyum mükemmel edip vurup veredi ağalarımız. Bir ama kalasa indi. Nasip etse. Bu aparattan Koşköprü'de yok desem boladı. Tamam. Nasip etse. Germanya'dan geldi dediniz bunu? İtalya'da. İtalya'dan. Ben Germanya'da bakma. İtalyanskay. Bu 100% efekt veredi ona. Köpek yetedi. Zavuttan hiç zaprapça kullandığımız için zaprapça. Ha, zavoddan içki zaprapçı olsa şunu yola dayın. Aa. Nasip etsin. Ha, bir yerde başka hizmetler ham boladı. Şimdi Köpeyde 350'de tuttular, 350-300 ortasında tutup veremiz. Ama lakin garanti. İki, bula tapıladı satıldı. Ha. Ama Eğer tapılmıyor, maşınla şılan kesik şular düşürse bulanın zaminetip bilen. val geleveresteyna. Gülüştürünüz yarılgan olsa ya gübürdüvek, niçke onun hizmetler ham bay. Pavuk hizmetler. Pavuk, Pavuk. ha. Yürek boluşu için 25% atıp koşular pavuk koysa. Salamız ki birinde muamma olsa gazını yine kaytarıp alamız. Kliente zarar bulmaydı da. Ha. Çıkarıp beri kayıtlarını yine salamız ben gap bulmaydı. Ha, bir like'larına basıp koyma yine yengilik istere. Nasip etse. Bemalal gelevereste ekran. Abunacılar bağınında yine 60 gradus soğuk olsam içinde ilip nete yine. Yine bir duruşuna kanalına. Assalomu alaykum. Xorazm bo'ylab kanalimiz hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari va mustabizorlarimizda yana men sizlar bilan xudo shukr bugun ham bir foydali o'zlaringizga kerakli manfaatli bir videolardan birisini qilamiz. Xudo xolasa obunachilar yangilik bilan chiqatirman. Bugungi manzilimiz Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida joylashgan og'amiz bir usta og'amiz bor. Shu yerda yangilik aytib aytibdi. Germaniyadan zakaznoy apparatlar kelibdi obunachilar. Konditsioner bani issiqku. Konditsioner zapravka aytaman deyam yurtdoshlar uchun obunachilar arzon va qulay va sifatli apparatlar kelibdi. Qimmat obunachilar. eBay'da gulishiter remont bor. Alyumin svarka boshqa nalar bor obunachilar. Dim mukammal ishlaydi alyumin svarkalar, radiatorlar hammasini yasaydi og'amiz. Bemalol ko'raverasizda. Obunachilar manzillarni tushuntirib o'taman. Bizning arzimon mehnatimizni qadrlab bir like'larni bosib tomosha qilaverasizlar. Manzil obunachilar Qo'shko'pirdagi Yusuf Bobojon to'yxonasini yonida. Obunachilar, xudo xolasa og'amizni ustaxonasi yana Qo'shko'pir shahridan kelishda yana chap qo'lingizda Yusuf Bobojon to'yxonasi. Obunachilar manzilni tushuntirsam yana Qo'shko'pir shahridan kelishda yana chap qo'lingizda bo'ladi. Qo'shko'pir har bozor kuni bo'ladi. Bozordan o'tib kelasizlar. Jayxun bozordan o'tganingizda yana Yusuf Bobojon ota to'yxonasining yonida. Borimiz Xiva Gaxidan kelishda yana Qo'shko'pir paxta zavod 10 qo'lingizda bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar yana. Arzon va qulay shu nomerlarga chiqaverasizlar, ekrandan bo'ladi. Nasib etsa hamma servis bobida. Og'amiz hozir shu yerda üzerimizni mashina zapravka etib turibdi. Birinchi marta yana o'zini qo'ygan ekan, ikkinchi marta bizara. Toza kelgan bu apparat obunachilar. Yana girib keldik bizani Toychak shu yerda. Bani endi yoz sezon, konditsionerlar yaxshi ishlamaydi turgan bo'lsa, ko'rib beradi. Uni ham remont etib beradi og'amiz. Shu yerda yana hozir bu apparatni Qo'shko'pirda yo'q desam bo'ladi, buning qimmatbaho apparat. Yana. Og'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Uy yangilik ekan, xudo xolasa endi. Nasib etsa. Bu apparatdan Qo'shko'pirda yo'q desam bo'ladi. Tamam. Nasib etsa. Germaniyadan geldi dediniz bunu? İtalya'da. İtalya'dan. Ben Germanya'da bakma. İtalyanskay. Bu 100% efekt veredi ona. Köpek yetedi. Zavuttan hiç zaprapça kullandığımız için zaprapça. Ha, zavoddan içki zapravka olsa şunu yola dayın. Aa. Nasip etsin. Ha, bir yerde başka hizmetler ham bor, lekin bu yangilik bu. Zavoddan ishab zapravka bo'lsa bu kamdan kam bo'ladi. Zakaz bilan yana shu bo'lsa xalq uchun bo'lsin deb aytgandingiz. Buni xizmatlarni ichki oladi. Hizmetler. O arzonroq bo'ladimi narsa? Xudo xolasa arzonroq tamiz. Bir so'm bo'lsa may. Bir so'm bo'lsa. Misalına kobuk mashina bor, bir zapravka etishga necha so'm atrofida chiqib boradi. Endi Köpeyde 250'de tuttular, 250-300 ortasında qilib beramiz. Ama lekin garantiyalar. Spesialniy smaska yağı bo'ladi, motorchik uchun solinadigan. Ama Shularni bespolatning ichida solib beramiz. bespolatni. Motorchikning ichida porshun bo'ladi, porshunlar yog'lanib turmasa bo'lmaydi. Ha. Spesialniy yog'i bor o'zini konditsionerning. Konditsionerning. Yana apparatni ko'ringlar bunachilar. Yana boshqa beda
Bu aparatdan tashqari üzerimiz mashinayla bu taze geldi. Üzüydü maşinada keyin yana başka zo'rangiz ekan. 3-chi mashina. Men kelganda uzun makina qo'ydim devadingiz. Ha, u Spark turadi, u. Bu konditsioner ya portion uzun narsa bo'ladi-ku, ularga esa remont etib bilasizlar buni. Konditsioner bo'lsa remont etib beramiz. Agar qisqan bo'lsa, buni zapchastlar topilmaydi-da. Motor shikli zapchastlar topilmaydi. Agar ishlatib bo'ladigan bo'lsa, ishlatib beramiz. Ishlatib bo'lmaydigan bo'lsa, ishlatib berib bo'lmaydi-da. Ko'rinadi, yo'llarda boshqa yo'llarda bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, bo'lmaydigan bo'lsa yo'q. Yo'q. Toza qo'yishga bo'lsa toza. Toza qo'yiladi. Shuni ko'rib o'rganib chiqib berasiz axir. Misol yana gulishtirdi, yorildi. U xizmatlar ham bor, hay. Alyumin xizmatlar bor. Mukammal ya noyob natiladi-ku, argon pargon uradi-ku. Ular ham urasiz, radiator. Shu sistemada shlankalari bo'ladi, durustlab. Yo'q. Topilmaydigan shlankalar bo'ladi. Bu kovutlarniki, bular topiladi, sotuvda bor. Yo'q. Agar topilmaydigan mashinalar shlankasi shular döşilsa, bularni ham zamin etib bilamiz, shu shlankalarni. Bular, hay. Oy, trubkalar döşilsa, bularni ham suvarga etib beramiz. Bular, hay. Oy. Nasib et. Xizmatlar ham bor. Agar topilmaydigan shlankalarni, topiladigan trubkalarni sotib olib qo'yib beraveramiz. Bular, ichida gelishtirib bizlarni aytib kelsalar, taqlab berasiz. Taqlab beramiz. Nasib etsa bu videoni do'stlarga jo'natinglar. Shu boklar ham sotiladi, bu navniki bu. Chakmanniki. Chakmanniki, kelishilgan holatda berasiz buni. Kelishilgan telefonlashadi. Baklar kerak bo'lsa, chakmanni 2 dona bak turibdi, bu ham sotiladi. Xudo xolasa uzoqqa ketishning hojati yo'q. Ish yerda og'amiz radiatorlarimiz o'tib berasiz. Radiatorlar döşilgan bo'lsa, yamab beramiz. Yamaladi. Yamaladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alyumin suvarkan bor, gelaverstoyna. Tavsiya qilasiz-san? Tavsiye qilamiz. Bu yo'q deysiz. Alyuminni suvarkalarning yo'q. Alyuminni? Faqat urganishlar. Urganishda boy. Yine ko'shkipirimizda ochilibdi bu yine gelaverasizlar. Alyuminni mukammal etib urib beradilar og'alarimiz. Bemalol gelaverasizda gülüştiriniz yarılgan olsa ya gübürdük, neçke onun xizmatlar ham boy. Pavuk xizmatlari bor. 4-2-1 yugurek bo'lish uchun 25% at kuchi qo'shiladi pavuk qo'ysa. Ha, pavuk. O'zingiz tushuntirib berasiz uni. Hammasini tushuntirib beraman. Ishqilib, men solishtirib ko'rdim, bir arzon ekan, ko'p yerdan. Emas, sizni men gülüştirimni aytdingiz-ku. Barib solishtirdim. Endi boshqalar ham yaxshi deb turibdi-na, ekranda telefonlaringiz bo'ladi, telefon urib, kelsalar bo'ladi, gülüştirib yarılgan olsa. Köpek yetadigan atib yasab berasiz. Toza yasab bersa, yasab. Nejdan ham yasab beramiz. Liboy nejdan, masalan, liboy mashina. Hava? Bo'ladi, nejdan bo'ladi, ichida ishi nej bo'ladi. He, munay. Shu nizovskiy sistemada döşilib tayyorlangan bu. Oho. Nejdan esa nejdan, damirdan esa damirdan cho'rnamaydi. Bu tushurmaydi, boy. Tushurmaydi. Zanglamaydi on tovar. Bundan ham yasab berasiz. Nasib etsa, bundan hamma uni ustirmaydi bor. Qaranglayna, ya mashinani ko'tarib natifam qo'yaveradilar. Mana. Bu lekin Qo'shko'pirda yangilik. Bu necha so'm turadi bu? Buni Rossiyadan oldim, Italiyadan kelgan. Ava. Rossiya orqali keldi, 4100 oldim buni. $4100. Mana. Kelib shu yo'lakda deniyor. Yo'lakda lekin zavoddagining urib bersin, menda bir olsin deb yana bemalol kelaverasizlar. Qo'shko'pirda bir endi bundan. Bemalol. Shuni hisobga vaqtdan gazni solamiz-ku. Birenda muammo bo'lsa, gazni yana qaytarib olamiz. Klientga zarar bo'lmaydi-da. Chiqarib berib, qaytadan yana solamiz degan gap bo'lmaydi. Gazni olamiz. Hozir misol mana keyin shu chiqarib bermay, qaytarib olasiz. Birenda muammo bo'lsa. Birenda muammo bo'lsa, gazni qaytarib olamizdan muammoni bartaraf etib, qaytadan yana gazni solib, o'zini gazini o'zini solib. Yaxshi ko'ray. Nimalar bor? Bemalol yana kelaverasizlar, bunachilar xohlan mashina soladi-ku. Yana zaprab ketib beradi. Yana ma'lum bir narsa bor ekan, bosimi bu aparatni. Masalan, yog'ini solamiz motor chiqish uchun. Yana. Lozga 30 gram solinishi kerak, 30 gram solindi. Mana. Yo'llarni 7 dona. Endi bizniki qishdan bo'laveradi, chay. Nasib etsa. Ya. Obunachilar o'zlarimiznikini qo'yib, sizlarga tavsiya etamiz keyin. Ustam birinchi ichine solinib turan gaz ham Xitoyskiy gaz emas, chist Italyanning o'zining gazi. İtalyanimiz ay. Ina. Chist Italyanskiy. Shuning gazida solinib turibdi. Bundan ay. Ina. Zakaz bilan kelsa kerak boy. Italiyada qo'yibdi-na. Modern Italiya. Bunachilar Qimmatroq gaz bu, sifatli gaz solamizdan. ha, sifatli. Uning gazda solmaymiz. Buning gaz sifatsiz gaz sog'andan sifatlini sog'an yaxshi. Ko'payib ketadi. Necha yillik tortadi bir zapravkasi?
dokumental liniyasında 4 yıl freonda hizmet qilish liniyasida 4 yıl bo'ladi. 4 yil ay 4 yılda almashtiradi ekan. almashtirish kerak. Ko'pincha masalan ko'p ishlatsa 3 yildan bo'lishi mumkin, 2 yildan bo'lishi mumkin freonning сроки 4 yil. 4 yil ay yana. Ko'p ishlatsangiz 2 yilda kelishingiz mumkin. Xudo xolasa kattaroq mashinalar bo'lsa, ular ham kelishtirib netasiz. Siz misol Sparklarni necha so'm bilan qo'yib berasiz? Sparklar 250-300 bo'lib turibdi. 250 ay. Biz aytib kelsa 250 mingdan taxlab berasiz. Hamma o'zi ichida axir. Noni suvi choyi dedi-ku. Xudo xolasa. Atamizni gulishtirib olib keldi-ku. Albatta. Hozir ham olib beradilarmi? Klientimam g'am. Klientimiz. Pasiyanlar. Misvorkalar ham ikkalasi bilan taraf klient ham yuribdi, yo'q malades. Ya, tutman klientim. Malades, malades. Yana bu videoni uzoqqa yetib turmisizlar. Shuningdek gulishtir xizmatlari, konditsioner xizmatlari kerak yurtdoshlarga jo'natib qo'yinglar. Bir layklarni bosib qo'yinglar. Ina yangilik ishlari nasib etsa. Bemalol kelaverasizlar, ekranda telefonlari bo'ladi og'amizni. Hozir yoqib ko'ramiz buni. Video davomida. Yine bizlarki obunachilar yakunlandi. Gaz quyish 10 modda bitadigan ishlaringiz. Düzük olsang, hozir ichlaridan ko'ramiz. Mashina turibdi. Obunachilar. Oho, Toshkent bart turibdi. Obunachilar bonida 60 gradus sovuq olsam, ichanda ilib netaverasizlar. Yine bart turishini qaranglar. Bemalol. Havo sovdi. Buzdim bo'ldi chavalga qaraganda. Kamaytirgan ekan bizga. Usta ko'rgandan aytdim, turib kela buzdim bo'ldi, qicham buzdim bo'ldi. Turibgan ko'rsangda qo'lni uzatib qo'ying, Toshkentga turibgan. Belki. Munay, yana buzdim bo'ldi. Ha, buzdim o'zi bilan turib turibga salondan qaytib kelgan turibgadan-ku. Ha. Ha, o'chiraverim endi. Bo'ldi ana. Bemalol kelaverasizlar. Og'a ishlaringiz omad. Xudo xolasa kelaverasizlar. Yana cho'tkatib berdi, taxlab yana apparat. Как положено yetib taxlab beradi. Zavoddan chiqqan yetib. Bemalol kelaverasizlar. Tavsiya qilaman men o'zim ham sizlarga. Transfer ketadi. Havo? Zamin etib beraman. Konditsioner motorni patchpiklarni Yani remin aylanadigan shikitni patchpiklarni ketadi. Ularni ular ham zamin etib berib bilasiz. Bemalol yana kelaverasizlar. Nasib etsa. Og'a, bu apparat nima bu? bu ishning Havo? shalankani zamin etadigan shalankamiz bor. Havo, konditsioner shlankalar. Konditsioner shlankasi bu. Havo? Shunda yozilib turibdi. Yana. AES R134niki 13lik. R134. Bu zamin etib beradi. Shu qisib beradimni Zavskoydan etib. Zavod qo'ydi. Yana bu bom zakaz bilan keldimi? Zakaz bilan keldi. Nereden geldi baba? Xitoydan keldi. Xitoydan, zakazdan. Yana bemalol kelaverasizlar, zamonaviy etib taxlab beradi og'amiz. Yana ajoyib.